Qizlar, mana hisoblab oldik. Kelinglar, endi shuni ishlab ko'ramiz. Mana shu ikkita qolipga birinchi texnikamiz eng oppoq, oddiy, skromniy texnika bo'ladi. Men eng yaxshi ko'rganim oppoq ishlar. Xo'p, demak, qaraydi. Gulli uchun, birinchisi gulli uchun yozdik. Suv ko'paytirdik. 1.65 ga gipsi bilish uchun 119 gram gips ketar ekan. Lekin birinchi biz gips solmaymiz idishimizga. Birinchi suv solamiz. 0.26 da ishlab ko'ramiz dedim. Bunisini 0.30 da ishlab ko'ramiz dedim. Shunda 31 gram suv bo'tdi. Endi har doim dioksidga suv qo'shamiz. Suvga dioksid qo'shamiz. Bu SVV ni gipsga qo'shamiz. Tushundinglar? Dioksid oqib suvga qo'shilar ekan, men SVV qotiruvchi gipsga qo'shilar ekan. Давайте hisoblab qilib ko'ramiz. Kichkinaroq idish oldim. Bismillah deb kattasi doirasi o'ynadi. Massasini tarini bosib chiqarib tashlaymiz deb. Shunda suv kerak bo'ladi. Bizga 31 gram. Sura suv solsanglar yaxshi. Endi mana dioksid, pishvoy dioksid. O'shandan solamiz. Bizga necha gram kerak edi? 10 gram kerak ekan. Bir bo'lgan bo'lsa 41 gacha solsak bo'ladi. Tarozi hisoblamayapti. Yomon asabimni buzyapti to'g'risi. Oppoq chiqishi uchun dioksid solsanglar zo'r. Oppoq chiqaveradi. Suvimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Ko'rdinglar mana bu kak oq rangli dioksidni suvga solasizlar. Xo'p, endi bizga o'rtoqjonlar men bunda отдельно aralashtirib olaman. Gips 119 gram kerak ekan. 119 gram gips solamiz. Bismillah. Endi 2 gram SVV kerak ekan, mana qotiruvchi SVV. Mana qaranglar. Shunda birizi SVV ning ko'rinishi gipsga o'xshaydi. Shunda birizi 19 bo'ladigan bo'lsa, birizi 21 bo'ladi. Mana bo'ldi. 1-2 gram oshib ketdi. Mana uchun hech narsa qilmaydi. Buni gips bilan SVV ni aralashtirib olamiz. Suvimizga buni bunga emas, gipsi bunga suvga solamiz, qizlar. Bismillah deb ozgina-ozginadan solib aralashtirsak bo'ladi. Bittada sovormaydi. Ozgina-ozginadan solamiz. Hozir gulchani ishlab ko'ramiz sizlar bilan. Chetlari bilan yaxshilab aralashtiramiz. Yana ozgina-ozginadan. Turdalari bo'lsa ezib olamiz. Ko'rasizlar, qaymoq demasa bo'ladi. Mana shunaqa отдельно shu ishlar uchun olib qo'ysanglar,
Mana bu chetlari bor, mana bunaqa. O'shalarga zo'r aralashtirib beradi. Ko'rasizmi? Qolip chetida hech qanaqa qolib ketmaydi. Aralashmagan joy. Mana qaranglar, mana shu yerda kopiyalari bor. Urib olamiz. Shunda ketadi. Bismillah. Bir chiroyli ish chiqsin, iloyim. Uyaltirmasin hech kimni, hech qaysimizni. Yetsin endi shu ishga. Ko'rdilarmi, to'ch chiqarishi. Sal ortiqroqlidan qilsanglar bo'laveradi. Ozgina qolib ketadi, lekin yetmay qolmaydi. Sal ko'proq qilsanglar. Dog' qilib olishga yaxshi mana shu shpatel. Qo'shmoqlarda ham sotadi. Bitta mana shuni olsanglar baraka topasizlar. Qo'llar bir tomchini ham o'g'il qilmadik deya xullas qizlar.